Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun mana bizni shaftoli bog'imizdan video lavhamiz. Maykress shaftolilarimiz, xudo xolasa, bugun 7-aprel sanasiga o'ra bo'lib qolibdi shaftolilarimiz. Xudo xolasa, bu Maykress shaftolilarimiz 25-may kuniga o'tgan yili pishgan. Endi bu yil ob-havo qanday kelishligiga bog'liq. Bir kun, 2 kun, bir hafta bag'i bo'ladi. Xudo xolasa, keyingi yiliga nasib bo'lsa, biz o'zimiz mana shu ko'chat Maykress shaftolisini ko'chatlardan yetishtiryapmiz. Ishonarli ko'chatlar. Kimga kerak bo'lsa, keyingi yiliga xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Bu shaftolilarimizni endi pishgan kuni ham videolarini tashlab qo'yamiz kanalimizga. Bu endi hunarmandchiligimizdan ortib qo'shimcha mehnatlarimiz, xudo xolasa. Yerlarga mana qizil lo'ya ekdik. Manzarani qarang. Toza havo, ishdan charchagan payt kelib ishlaymiz.